Voy! Gol! 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 Hey! Ey aka, hiç o'ylab ko'rganmidingiz? Misol ishlab shunaqa mazza qilib yuraman deb. Ey ukajonim, kayfiyamchi o'zini formulasi bo'ladi. Tushunyapsanmi shuni? Men hozir kelaman. Haqqi. Menga qara. Ha? Bu ani pulim, operatsiyani puli emasmidi? Bilmadim. Millat. Ana uni qara pul chochishini. O'rtoq endi. Adasini puliga yashayotgandirdi, bilmaysan-ku, to'g'rimi? Xohlasang yur, popigini pasaytirib qo'yamiz. Menga farqi yo'q, biz borish kerakmi? Ketdi. Voy, urot. Ay, nomla, boshim yomon og'riyapti-yu. Kofeni olib chiqib ichaylik. Bo'l, aytaman. Ikkita achchiq kofe qo'yinglar bizga. Nima odam emasmanmi? Uchta. Ha, rahmat. Nimaga qara? Lekin sen zo'r urishar ekansan. Qanaqadir sportga borasanmi? Ha. Zalga chiqaman. Ha. Lekin men Ispaniyada o'qiyman. Chunki zalda biz mehmon kutamiz-ku. Lekin to'g'risini aytinglar, mazza qildik-ku, ha. Ha, sen. Sen zo'ri sen bo'lding. Mazza qilganda ham sen mazza qilding. Buni gap bo'lishi mumkin emas. Lekinchi bolalar. Mana pullarni unaqa ishlatib olishimiz kerak emas. Yig'ishimiz kerak. To'g'ri. Tushunarli? Aytmoqchi, oyim 30 marta telefon qilgan ekanlar. Ha, telefon qilib qo'y, xavotir olib yotgandirlar. Alo. Nima? Oyim? Oyi. Qarang, davleniyasini tushirish kerak, o'tib bilasizmi o'zi shunday. O'zlariga keltirish kerak, nimadir qilaylik. Nimadir qilamiz, men nashatri spirtmi bilmayman. Men qaranglar. Sizlar tashmid o'qiganmisizlar? Yo'q. Ha, men o'qiganman. Nima qilaylik? Xalaqit bermanglar, davlinasini ko'tarishim kerak hozir. Ha. Bo'l. Rahmatjon. Hammasi yaxshi deydi. Sen uyga boraver. Ertaga ertalab darsga kech qolmay keling. Xo'p, siz. Xo'p, agar hammaga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, sizlarga 5 daqiqa vaqt. Menga tez masalalarni yechib ko'rsatasiz, xo'p? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirsam maylimi? Kir. Har doimgidek uxlab qoldingmi? Yo'q, trubkada qolib ketdim. Rahmatjon qol. Jasur ko'rinmadi. Bilmadim. Ha, bugun kelishuvimiz bor edi, ko'rishamiz degan. Har ko'rinib qolsa, o'zi aytarmi bu yanni? Ha. Xo'p. Bugun pulni yana ham ko'proq ko'tarishimiz kerak, xo'p? Pul ko'tara olmaymiz. Nimaga? Rus qo'ydim. Sen bola meni o'ldirmoqchimisan? Nima qilay? Nimadandir alamim olishim kerak edi. Bor ko'zimga ko'rinma. Rahmatjon, yaxshimisiz? Zo'r. Bundan zo'r bo'lmasa kerak. Oyim bansada yetmaganiga domla bilan urishdim. Mendan baxtli odam yo'q. Naqadar go'zal hayotim. Men siz bilan hazillashayotganim yo'q. Bir hafta oldin sizni adam oldilarida ko'rdim. Bir hafta bo'ldimi? Bu ham bormi-da?
Odatda odam oldilariga muammosi bor odamlar keladi. Nima, momosi yo'q odamga o'xshaymanmi? Markazga aylanarmiz. Vaqtim yo'q, pul topishim kerak. Bizning munosabatga pulga nima aloqasi bor? Aloqasi bor. Munosabatlar pul turadi, baxtli soatlar ham pul turadi, hamma narsa pul turadi. Baxt pulda emas. Bu ertangni bir tiyin yo'q odamni o'ylab topgan. Alo. Hozir operatsiyaga yoziladigan davr. 10 ming dollar to'lov qilsangiz, operatsiyaga yozilasiz. Kecha boradi ya, o'quvchim ishlatib qo'ydi. Nima dedingiz? E'tibor bermang. Shuni o'ylab yuribman o'zi. Tezroq topib yozilishga harakat qilamiz, xo'p? Tezlashing. Pul nima bo'ldi? Agar bugun pul qo'limda bo'lmasa, domlaning janozasiga boshqa domla chaqirib turaman. Qatdan ham kirdim men shu o'yinga. Alo, domla. Vaziyatga yechim topaylik, ko'rishib olaylik. Bo'ldi, Jasurni ham o'zim chaqiraman. Tinchlikmi? Men vaqtmi qolsa? Pulni hammasini yutqizdik. Yaxshi. Hali ko'p yurish qilarkanmiz deb bo'lmasa, Qarshi bitta yechim kerak. Yana odam qidiramizni qarshi so'ragani. demak hali yana ko'p yurish qilarkanmiz deb. Bitta taklif bor. Qanaqa? Bitta uy bor. O'shanga o'g'liga tushish kerak. Yo'q, jinnimisanlar, nima deyapsanlar? Qanaqa o'g'irlik? Menga просто 100 dollar topib berlaring. Bo'ldi, men o'zim ko'tarib tashlayman, stavka qilaman. Sizning stavkangiz. Qo'ying domla, oqmaylik yana. Xullas, qachon qaysi payt nechida boramiz o'g'irligi? Bo'lmasa kechga ko'rishamiz. Davay. Bola. Sizlarda qichitmayaptimi kolgotki? Boshqa kiyish kerakmidi buni? Onasini yepsan. Alo. Adasi, kecha kolgotkani olib xatga qo'ydingiz? Ilmiy ishimga kerak edi, oldim o'shani. Ilmiy ishga kolgotkani nima aloqasi bor? Endi любой ilmiy ish qilayotgan erkakning oldida xotinini bir narsasi bo'lish kerak ekan, o'shaning uchun men san kolgotkani tanladim, shu. O'tkazib olay shu ilmiy ishimni, olib beraman yangisini. Ay, ajoyibsizda. Davay, ishim ko'p hozir. Sog'lom asaling. Ketdingmi? Menga qara. O'z uyida ishim yo'qmi? Bo'lganda men kelarmidim? Ketdingmi? Qanaqa o'chamiz? Urib sindiraymi? Yo'q, tashqariga chiqamiz. Tashqarida urib sindiramiz. Davay, urib nima qilasizlar? Talit bor. Ana, tanish. Ay, qaralaring. O'zimizga kerakligini olamiz-da, qolganini tashlab ketamiz. Domla biz o'g'irlikka tushdik. Egasi hech qachon institutga barga topsin demaydi. Hammasini olamiz. Ha, bo'pti, kel. Menga qara, o'z rostdan kamera yo'qmidi? Yo'q, kamera. Sen qayerdan bilyapsan kamera yo'qligini? Butun umr orzuying bo'lgan shu uyda o'g'irlikka tushish. Hamma yo'g'ini o'rganib chiqibsan. Shoshma. Sen bir kun oldin yo'q bo'lib qolding. Kelib srazu o'g'irlikka tushamiz deyapsan. Bu uyni ham sen topding. Hamma narsani bilasan, kamera yo'qligini, seyf xattaligini. Seyf kaltsanda nima qotdi? Seyf kaltsanda nima qotdi? O'zimni uyim bo'lgandan keyin bilaman-da. Shu o'yin uchun sizlar o'g'irlikka kirasizlarmi yo'qmi shuni sinamoqchi edim. Shuncha ovoragarchilik sinov uchunmidi? Pul topish oson emas. Muhim qiziq bo'ldi. Uyda baribir hech kim yo'q. Uydagilar kelguncha pulni joyiga qo'yib qo'ysak bo'ldimi? Qo'yamiz. Chunki bizda oliy matematik domlamiz bor. Ha, endi hozircha tirik domlaylar. Nimalar deyapsiz domla? Qarzni qaytaraylik. Manoga 2000 qarzimiz. 1000%. Foiz emas, foyda. Ha, foyda. Pastavkada pul yaxshi ekan-da. Ha, shu faqat real degan pastavkamiz ozgina birak chiqyapti-da. Lekin meni telefon qilishga majbur qildinglar sizlar.
Ha, endi zakazlar ko'payib ketdi. Bir haftada berishimiz kerakligi esimizdan chiqib qolibdi aka. Pulni ozgina bo'lsa ham kechikib qilib berdik. Bizga endi sal ko'proq pul kerak. 20 ming bo'lsa, foydasi ham cho'tki bo'ladi. Ha, endi katta bozorga egallashmi? Endi yashash uchun kurashdi, aka. Mayli, beraman, faqat muhlatni bilasan-a? Ha, bir hafta. Ancha o'rganib qolibsizlar. O'g'irlangan pulni qaytarasizlarmi? To'xtab tur, bugun katta o'yin bor. Hisob kitob qolsinlar, vashchi ko'p o'yin. Ko'taraylik, oshig'i bilan qaytarib qo'yamiz joyiga. Ne, to'g'ri. Bugun liga chempioni-ku. Koeffitsiyentlarimizni hisob kitob qilib olmasak bo'lmaydi. Juda ham zarur. Ketdik. Oxirgi tur. Bu turda yuqoridagi jamoalar kuchli 8 talikka kirish kerak. Shu sababli birinchi navbatda Barselonani holati. U uyida Kopengagen bilan o'ynaydi. Katta hisobda yutsa, matematik jihatdan 8 talikka kiradi. PSG va Newcastle bularga ham g'alaba muhim. Ikkisi ham kurashadi. Demak, bularniki durang. Manchester City o'z uyida o'ynaydi. Bularga ham g'alaba kerak. City yutadi. Real Madrid va Benfica, Mourinho. Bu odam ko'p katta o'yinlarni hal qilgan. Agar Benfica yutsa, chempionatda qoladi. Real agar yutqazib qo'ysa, 8 talikdan chiqib ketadi. Bu yerda juda ko'p odamlar Real yutadi deb Realga pul tikishadi. Aslida Benfica yutadi. Voy, darvozabonni chaqirdi. Voy, darvozabon. Gol! Domla 50 ming. 50 ming yigitlar! Domla. Ay. Domla. Yo, bu tanishim $10,000 olib turdim, doktor tanishim. O'sha so'rayapti pulni. Ha, o'ylamang, beraveramiz. O'g'lagan pulimizni ham qaytaramiz. Maktabga boryapsizlarmi? Hammasi yaxshimi? Ikki olmayapsizlarmi ishqa? Qaranglar, lekin ikki olmanglar, xo'pmi? Menga qaranglar, sizlarga bitta savol beraman-da. Qachondir yuvib qolsam, nima qilgan bo'lardinglar? Qayerga ketasiz? Ertaga parkka bormaymizmi? Yo, parkka boramiz. Ammo umuman yuvib qolsam-da, nima qilgan bo'lardinglar? Siz bo'lmasiz biz ovqat yemaymiz. Chunki siz har doim boshlab berasiz. Siz bo'lmasiz maktabga bormaymiz. Chunki siz har doim bizni ertalab turgizib bilim olish muhim deysiz. Siz bo'lmasiz kim bizni rishtach qiladi? Kuchli bolalarning ortida har doim ota turadi. Hozir kelaman. Iya. Adang qanalar? Bilmayman. Savol berdilar-da ketib qoldilar. Nima savol berdilar? Qachondir yuvib qolsam nima qilardinglar deb so'radi. Xos. Uf, bugun ovqat yeymizmi o'zi? Adasi. Tinchlikmi? Ne bolalarga unaqa savol beryapsiz? Ayyo, shunchaki Instagramda bittasi bolalariga shunaqa savol bergan ekan, challenge qilib. O'shanga men ham berib ko'rdim, qanaqa javob berishar ekan. Xo'p, bolalaringiz nima deb javob berishdi? Yo, yaxshi. Endi o'zing yaxshi tarbiya bergansan deb onasi. Ovqatga yura qoling. Siz bormasangiz ovqat yeyishmaydi, bilasiz. Ketdik. Mana keldik. Bugun mazza baylandiga. Da, zo'r bo'ldi, rahmat sizga. Yoqdimi o'zi? Bo'pti, mana azin ishlarim bor edi, bitirib kelay. Qayerga ketyapsiz? Yuring, kofe damlab beraman. Dam olib ketasiz. Kayfiyatingiz ham joyiga keladi. O'zi samlaylar ancha kayfiyatni ko'tarib oldi. Davay. Bitti.